Guten Tag, charchamasizlarmi? Qanday qilib qisqa muddat ichida ko'p oborot qilsa bo'ladi? Qanday qilib qisqa muddatda katta foyda olsa bo'ladi? O'sha narsani real voqelik asosida ko'rib chiqamiz. Meni o'zimning shaxsiy rekordim 12 kun ichida men eng ko'pi 4430 ta dona mahsulot sotganman. Ya'ni bir xil mahsulotdan 4430 ta sotganman. Buni qanchalik ko'pligini tasavvur qilishingiz uchun o'sha 4430 ni 12 ga bo'lamiz. Hop. 369 ta dona. Tasavvur qiling, bir kunda bitta mahsulotdan 369 ta sotyapti va bularning 12 kunlik oboroti 140 million bo'lgan. Va menda yana bitta rekord yoki anti-rekord, o'sha mahsulotdan menda 1700 tachalar atrofida asabga qolib ketgan. O'sha mahsulotlar hali ham turibdi, sotilmasdi. Bu qanday mahsulot ekan deb o'ylayotgan bo'lsanglar, bu oddiygina tunchiroq. Ya'ni o'sha yosh bolalar qo'rqmasligi uchun xonasiga yoritib qo'yadigan tunchiroq. O'rikzor bozoriga tushib, O'rikzor bozorini aylandik va natijada bitta o'sha chiroyli kichkina sharsimon svitilnikni ko'rib qoldik. Va o'sha narsani balki sotuv zo'r bo'lib ketar deb o'ylab turib, o'sha tayyor mahsulotni olib 150 tadan har xil ranglardan olib turib, uzun marketga qo'yib ko'rdik. Lekin afsuski 14-fevral kuni bu mahsulot biz o'ylaganchalik sotilmadi. 14-fevraldan keyin bizda qanaqa bayram bor? Albatta 8-mart. 8-martda nima bo'ladi O'zbekistonda? Hamma o'g'il bolalar va hamma bo'lmasa ham ko'pchilik o'g'il bolalar, ko'pchilik qiz bolalarga sovg'a berishadi. Bizning tunchirog'imiz esa sovg'a uchun ajoyib narsa. Ayniqsa maktab o'quvchilari uchun. Xullas, o'sha tovarimiz 8-martga oz qolganda 2-3-mart kunlari o'sha 150 tasi bir kunda sotilib ketdi. Keyin biz bozorga tushib yana oldik 200 tadan. Qo'ydik, bu ham sotilib ketdi. Yana olib qo'ydik, bu ham sotilib ketdi. Keyin xullas qilib sotuvchining nomerini oldik va dastavka qilib oldiradigan bo'ldik. Xullas, o'sha yil 2025-yilda biz o'sha mahsulotdan men o'zim shaxsan 1750 ta sotdim. Bu bir hafta yoki 10 kun ichida shuncha miqdorda sotganman. 2025-yil 1-martdan 8 muddatda. Bu mahsulotni biz o'sha O'rikzorda Optim joyidan donasini 20 ming so'mdan sotib olganmiz va uni 35 ming, 37 ming o'sha sezon paytida bozorga qarab turib 40 mingdan sotganmiz.